Assalomu alaykum. Bugun biz siz bilan sonlarni tub ko'paytuvchiga ajratishni o'rganamiz. Bizga son berilgan bo'lsin, masalan 12. Bu sonni biz 4 ko'paytiruv 3 shaklida yozishimiz mumkin. Bizda 4 murakkab son, 3 tub son. Endi shu 4 ni o'zini 2 ga ko'paytirilgan 2 ga yozishimiz mumkin va 3 ni ham yozib qo'yamiz. Endi bizda hosil bo'ldi 2 da 2 va bitta 3. Ya'ni 2 ning kvadrati va 3 ning birinchi darajasi. Ko'rib turganingizdek, mana bu 12 soni 2 ning kvadrati va 3 ning birinchisi ko'rinishiga keldi va e'tibor bersak, mana bu ikkita asos, ya'ni 2 va 3 bizda tub son. Demak, 12 soni tub ko'paytuvchiga ajraldi. Xuddi shunaqa, masalan 18 soni. 18 ni biz 9 ko'paytiruv 2 yozishimiz mumkin. Endi 9 ni o'zi murakkab son, 2 tub son. Demak, 9 ni ham yana maydalasak bo'ladi. Ya'ni 3 ning kvadrati shaklida yozishimiz mumkin va 2 ni o'zi, ya'ni 2 ning birinchisi. 18 3 ning kvadrati va 2 ning birinchisi ko'rinishiga keldi. 3 va 2 tub son. Demak, 18 tub ko'paytuvchiga ajraldi. Endi nisbatan kattaroq sonlarda bu usul sal qiyinroq. Quyidagi usuldan foydalanamiz nisbatan kattaroq sonlarni tub ko'paytuvchiga ajratish uchun. Biz masalan 48 sonini tub ko'paytuvchiga ajratmoqchi bo'lsak, 48 sonini tub sonlar ketma-ketligi bo'yicha eng kichik tub songa bo'lishdan boshlaymiz. Masalan, eng kichik tub son 2 bizda. Endi 48 ni 2 ga bo'lsam 24 hosil bo'ladi va hosil bo'lgan sonni 2 ga bo'linmay qolguncha 2 ga bo'lishda davom etamiz. Ya'ni 24 ni 2 ga bo'laman yana. Bu bizda hosil bo'ladi 12. 12 2 ga bo'linadi, biz yana 2 ga bo'lamiz. 6 2 ga bo'linadi, 3 hosil bo'ldi. Endi 3 2 ga bo'linmaydi. 2 dan keyin keladigan tub son bizda 3, ya'ni 3 ning o'ziga bo'lamiz. 3 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak 1 hosil bo'ladi. Demak, 48 2 dan 4 marta yozdim. Demak, 2 ning 4-inchisi va 3 dan 1 marta yozildi, 3 ning birinchisi ko'rinishiga keldi. Ya'ni 48 barobar 2 ning 4-ni ko'paytiruv 3 ning birinchisi va bu tub ko'paytuvchiga ajraldi. Keling, yana bir boshqa sonni tub ko'paytuvchiga ajratib ko'ramiz. Bu 84 soni. 84 sonini 2 ga bo'laman. 42. 42 soni 2 ga bo'linadi. 42 sonini 2 ga bo'lsa 21 hosil bo'ladi. Endi 21 2 ga bo'linmaydi. 2 dan keyingi keladigan tub son bizda 3. 21 ni 3 ga bo'lsak 7 hosil bo'ladi. Endi 7 3 ga bo'linmaydi. 3 dan keyingi keladigan tub son bizda 5, lekin 7 5 ga ham bo'linmaydi. 5 dan keyingi keladigan tub son bizda 7, ya'ni 7 ni 7 ga bo'lamiz endi. Hosil bo'ladi 1. Demak, 84 soni 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 ning birinchisi ko'paytirilgan 7 ning birinchisi. O'ylaymanki, ushbu video ham sizga manfaatli bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.